Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men sizlarga hozir ingliz tili grammatikasida juda ham sodda bo'lgan, ammo juda ham ko'pchilik foydalanuvchilar muntazam yo'l qo'yadigan xatoliklar haqida gapirib bermoqchiman. Demak, bugungi mavzumiz to be va present simple ning bir-birlaridan farqini tushunish haqida bo'lar ekan. Demak, asosiy farqlar bu nimalar ekan? Bunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lar ekan. Asosiy farqlar: to be bu holatni ifodalaydi. Siz to be bilan gapirmoqchi bo'lganingizda harakatni mutlaqo unutishingiz kerak bo'ladi. Present simple esa faqat harakat haqida gapirasiz. Masalan, I am a teacher. Men o'qituvchiman. Bu gapimizda ko'rishimiz mumkin, biz umuman harakat haqida so'z ochmadik. Bunisi gapga e'tibor qaratadigan bo'lsak, I teach English. Men ingliz tilida dars beraman. Bu dars beraman kabi so'zimiz harakatni ifodalaganligi uchun biz uni present simple da ifodaladik. To be fe'lining qoidalari. Xo'sh, to be fe'lini qoidalari haqida gapiradigan bo'lsak, to be asosan kishilarning kimligi va ularning sifati va joylashuvi kabi ma'lumotlarni o'z ichida mujassamlashtiradi. Masalan, I am a student yoki he is a student bo'ladigan bo'lsa, u talaba so'zida uning kimligini anglashimiz mumkin ekan. We are happy today. Bugun biz xursandmiz. Demak, bizning kayfiyatimiz va kayfiyatimizning qanaqa ekanligini anglashimiz mumkin. Locationga keladigan bo'lsak, bu joyni bildiradi. They are at home. Ular uyda. Demak, joyni ifodalash uchun kerak bo'lar ekan. Demak, harakat fe'llari haqida gaplashamiz. Harakat fe'llariga biz present simple ning yaqqol misol qilib ola olamiz. Demak, present simple ning asosiy va tayanch qoidalari haqida gaplashib o'tamiz. Bular har kuni kun tartibi asosida biz bajarib boradigan mashg'ulotlar kiradi. Present simple ning asosiy va tayanch qoidasi sifatida va undan tashqari haqiqatlar, ya'niki haqiqatlar deganda nimani tushunishimiz kerak? U tabiat hodisalari mutlaq o'zgarmas haqiqatlarga yaqqol misol bo'la oladi. Masalan, quyosh sharq tomondan chiqadi degan misolimiz tabiat hodisasi uchun eng ajoyib misollardan biri. Va undan keyingisi xohish deb aytilgan qoidamiz hisoblanadi. Bunda nima misol bo'la oladi? She loves reading novels. Demak, u asarlar o'qishni sevadi degan misolimiz xohish, istak va his tuyg'ularni ifodalash uchun present simple ning navbatdagi asosiy qoidasi hisoblanadi. Yaxshi. Demak, strukturaviy taqqoslash. Strukturaviy taqqoslash bu nima? To be va present simple ning formula jihatdan bir-biridan farqlarini gapirish haqida bo'lar ekan. Endi to be ga e'tiborimizni qaratamiz. To be da am, is, are kabi uning shakllaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Va yana shu narsaga alohida e'tibor qaratasiz. Present simple qismimizda, ya'niki fe'lning harakat qismida siz am, is'larni umuman ko'rmaysiz. Siz gapning egasidan keyin birdaniga harakatdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. To be da esa harakat bo'lmaganligi uchun gapning egasi am, is'ar va adjective, noun, numbers kabi so'z turkumlaridan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi, endi eng ko'p qilinadigan xatolar haqida gaplashamiz. 90% o'quvchilar bu juda katta sig'im hisoblanadi va ularning qiladigan xatolarini ko'ramiz. I am play football. Bu eng katta xato hisoblanadi. Agar o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, men futbol o'ynashman deb tarjima qilinadi. Men futbol o'ynayman emas, men futbol o'ynashman. Bu qo'pol xato hisoblanadi. Eng to'g'ri variant bu I play football bo'ladi. Chunki harakat qismida biz yuqoridagi slaydda ko'rib o'tdik, am, is, are kabi to be formulalaridan foydalanmas ekanmiz. To be uchun oltin qoidalar nima deb olamiz? To be uchun oltin qoidalar: agar siz gapning egasini sifati haqida, kimligi, nimaligi yoki yoshi, soni, qay holatda yoki qayerdaligi kabi tushunchalarni aytmoqchi bo'lsangiz, to be dan foydalanar ekansiz. Ingliz tilida gaplarning ulushi. Ingliz tilida gaplarning ulushi bu nima? Ingliz tilida eng katta ulushni bu gaplarda harakat tushunchalarini ifodalash bilan bog'lanar ekan. Undan keyingi o'rinda holat fe'llari, ya'ni to be lar kirar ekan. Gapning qolgan qismidagi boshqa gapli strukturalar bu juda ham kam qismni egallaydi. Bularga modal fe'llarni yoki bog'lovchilik, shart ergash gapli bog'lovchi kabi so'z strukturalarni misol qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Eslab qolishimiz kerak bo'lgan eng muhim va oltin qoida bu nima ekan? Agar jismoniy harakat bo'lsa, siz present simple dan foydalanishingiz kerak ekan. Agar siz holatni ifodalamoqchi bo'lsangiz, present simple ni mutlaqo unutib, faqat to be ni yodga olishimiz kerak bo'lar ekan. Bu bugungi mavzumizning eng oltin qoidalaridan biri edi. Shunday qilib, hurmatli tomoshabinlar, bugun juda ham sodda bo'lgan, ammo qiziqarli mavzumizga yakun yasaymiz. Bundan keyingi yana ham qiziqarli ma'lumotlar haqida ko'proq bilib olmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rab qolaman.